Agar siz bozorlarda sotayotgan bo'lsangiz va tirbandlik kamayganini va undan ham ko'proq sotuvlarni ko'rgan bo'lsangiz, bu video siz uchun. Ushbu videoda biz sotuvchilar uchun dolzarb muammolarni va ularni 2025 va 26 yillarda qanday hal qilishni ko'rib chiqamiz. Har bir taassurot narxi tobora qimmatlashib borayotganida o'z pozitsiyangizni qanday saqlab qolish mumkin? Tashqi trafikning bunga qanday aloqasi bor va biz uni qanday qilib mijozlar va bozorlarga marjlarni yo'qotmasdan jalb qilishimiz mumkin? Va eng muhimi, savdo xonani boshqaradigan va tomoshabinlar bilan bevosita muloqot qiladigan tizimni qanday qurish kerak? Shuningdek, biz xaridorlarni xarid qilishga qaytarishingizga yordam beradigan mashhur brendlar va vositalardan misollarni ko'rib chiqamiz. Keling, ichki trafik muammolaridan boshlaylik. Ilgari bozorlar o'zlari trafikni yaratgan. Pul ishlash uchun mahsulot yuklash va narx belgilash kifoya edi. Ammo bugungi kunda bu sxema ishlamayapti. Bozor yanada etuplashdi va boshqacha yondashuvni talab qiladi. Xo'sh, nima o'zgardi? Birinchi va eng aniq narsa shundaki, raqobat ko'p marta oshdi. Garchi yangi sotuvchilar soni 1-2 yil avvalgidek tez o'smasa-da, vitrinalar allaqachon shunga o'xshash mahsulotlar bilan to'lib ketgan. Siz ilgari sifat yoki narx bilan ajralib turishingiz mumkin bo'lgan toifalarda ham, bugungi xaridorlar sizning mahsulotingiz bilan hatto bezovtalanmaydilar, chunki ularning e'tiborini o'nlab shunga o'xshash variantlar o'z ichiga oladi. Mahsulotingiz qanchalik yaxshi bo'lmasin, uning qidiruv natijalarida ko'rinishi muhim. Va yuqoriga ko'tarilish uchun siz to'lashingiz kerak. Ikkinchi nuqta birinchisining natijasidir. Bir marta bosish narxi ortib bormoqda. Qanchalik ko'p sotuvchilar reklamani bo'glasa, stavkalar shunchalik yuqori bo'ladi. Va bugungi kunda reklamaga sarmoya kiritmasdan sotish juda qiyin. Algoritmlar ko'pincha ko'proq pul to'laydiganlarni targ'ib qiladi, bosish uchun, joylashtirish uchun, aksiyalarda ishtirok etish uchun. Shuning uchun top brendlar qidiruv natijalarining birinchi sahifalarini egallaydi, chunki ularning reklama byudjetlari katta. Bu shafqatsiz doira bo'lib chiqadi. Rag'batlantirishsiz sizni hech kim ko'rmaydi. Ammo ko'p million dollarlik reklama byudjetiga ega bo'lgan brendlar bilan raqobatlashishga to'g'ri kelganda, birinchi sahifalarga chiqish imkoniyati minimal bo'ladi. Va yana bir muhim jihat, xaridorlar ko'proq tanlab olishdi. Ilgari foydalanuvchi yuksakni qidirib, dastlabki 3 ta variantdan birini tanlagan bo'lsa, bugungi iste'molchining xatti-harakati chiziqli emas. Xarid qilishdan oldin ular YouTube'da qutidan chiqarilgan videolarni tomosha qiladilar, Telegramdagi shaflarni o'qiydilar va tavsiyalar bilan Reels bo'ylab harakatlanadilar. Bu shuni anglatadiki, odam bozorni ochishdan oldin ham e'tibor paydo bo'ladi. Ya'ni tashqi platformalarda ushbu e'tiborni jalb qila oladigan kishi g'olib bo'ladi. Va bu yerda biz tashqi trafikka keldik. Bu nima beradi? Birinchidan, u qamrovni kengaytiradi. Mijoz sizni topishini kutmaysiz, u vaqtini o'tkazadigan joyga borasiz. TikTok, Reels, Telegram, YouTube, Z. Bu sizning mahsulotingizni bozorda qidirishni rejalashtirmagan xaridorlarni jalb qilish imkonini beradi. Ikkinchidan, tashqi trafik muammo kartasini ko'taradi. Kartochkangiz ko'rilishlari oshganda, odamlar do'koningizda ko'proq vaqt o'tkazadi, sevimlilarga qo'shadi, sharflarni o'qiydi. Va marketplace algoritmlari buni mahsulot qiziqarli ekanligining signali deb qabul qiladi va uni yanada yuqoriroq ko'rsatish kerak deb hisoblaydi. Lekin bu yerda ham muammo bor. Mijozni o'zingiz olib keldingiz, lekin baribir marjaning 35-50% gacha qismini marketplace'ga berishingiz kerak. Bundan tashqari marketplace algoritmlari sizga hech narsa kafolatlamaydi. Bugun kartochka natijalarida yuqoriga chiqdi, ertaga esa pastga tushib ketdi, chunki boshqa sotuvchi shunchaki ko'proq reklama joylashtirdi. Shuning uchun trafikni marketplace'larga emas, o'z savdo kanallaringizga yo'naltirish mantiqan to'g'ri. Brendlar endi faqat marketplace'lar bilan cheklanib qolmayapti. Bu shunchaki trend emas, bu hozirgi bozor sharoitida omon qolish va o'sish strategiyasidir. 22-yildayoq har 3-sotuvchi Telegramni savdo kanali sifatida ishlatgan. Bugun esa Messengerdan kommunikatsiya markazi sifatida foydalanish uchun barcha sharoitlar mavjud. U yerda o'z hamjamiyatingizni yegish, katalog yaratish, avtomatik xabarlar yuborish va mijozlarni qayta xarid qilishga jalb qilish mumkin. Bularning barchasi o'rtacha chek va bitimni oshiradi. Agar mijoz darhol xarid qilmasa, Telegram do'kon orqali u bazaga tushadi va keyinchalik u bilan ishlash mumkin. Maxsus takliflar yoki yangiliklar bilan xabarlar yuborish, masalan, u mahsulotni savatga qo'shgan bo'lsa, triggerli xushxabarlar yuborish va hokazo. Bu esa har safar yangi mijoz jalb qilish uchun pul to'lashdan ancha arzon.
Telegram do'konni mijozlar bazasiga xabar yuborish imkoniyati bilan qanday qilish mumkinligi haqida havolani tavsifda qoldiraman. Bularning barchasini 15 daqiqada va dasturchilarsiz amalga oshirish mumkin. Saytlarda ham yondashuv o'zgarib bormoqda. Endi katalogning o'zi mahsulotni sotmaydi. Asosiy maqsad shunchaki mahsulotni ko'rsatish emas, balki foydalanuvchini qiziqtirish, undan elektron pochta, telefon raqamini olish yoki targeting uchun piksel o'rnatish. To'g'ri, agar siz retargeting qilishni istasangiz, reklama budjetlarini yana to'lashingiz kerak bo'ladi. Telegram do'koniga elektron pochta xabarlarini yuborish veb-saytga yuborishdan farqli o'laroq deyarli hech qanday xarajat qilmaydi. Ammo bularning barchasi ishlashi uchun sizga faqat kanallar to'plami emas, balki har bir bosqich boshqasini mustahkamlaydigan tizim kerak. Bu siz hamma joyda bo'lishingiz kerak degani emas. TikTok, Reels, Telegram, veb-sayt, elektron pochta, blog. Yonish oson. Lekin mijoz bilan har bir aloqa ularni xuna bo'ylab harakatlanishi muhim. Qiziqishdan xaridga, xariddan sodiqlikkacha. Va bu yerda klassik reklama xunisi keladi. Birinchi qadam TikTok videolari, Reels va kliplar yoki Telegram orqali tomoshabinlar e'tiborini jalb qilishdir. Bu xunaning eng yuqori qismi odam hali sizning mahsulotingizni izlamayotgan bo'lsa-da, uni allaqachon hissiyot, og'riq yoki qiziqish orqali jalb qilish mumkin. Eng oddiy va mashhur format bu blogerlar bilan integratsiya, ayniqsa vizual toifalarda, kiyim-kechak, kosmetika, uy uchun mahsulotlar. Muallif mahsulotni ko'rsatadi, shaxsiy tajribasi bilan o'rtoqlashadi, artikul yoki mahsulot kartasiga havola qoldiradi. Tomoshabinlar hammasi real hayotda qanday ishlashini ko'radi va bu ishonch va hissiy ishtirokni yaratadi. Masalan, Voice kosmetika brendi yuzlab blogerlar ishtirokida soch maskasi reklamasini ishga tushirdi. Ular buni go'zallik tartiblarida, qutilarini ochishda va hikoyalarda ko'rsatdilar. Odamlar uni qayta-qayta ko'rishdi. Natija 579 million rublik savdo. Trendlarni ham o'zingiz foydangizga burishingiz mumkin. TikTokda mana shu brendning tana uchun mislari va dush uchun gellari virusdek tarqalganida Rossiyaning Kamalil brendi yo'qolib qolmadi va o'xshash mahsulotlarni chiqarib, ularni go'zallik blogerlari orqali targ'ib qildi. Bu esa ishtirok va savdoni oshirishga yordam berdi. E'tiborni tortganingizdan so'ng qiziqishni ushlab turish va ishonchni shakllantirish muhim. Buni interaktiv formatlar orqali amalga oshirish mumkin. Tiyinchiliklar, so'rovlar, sovrinli musobaqalar. Ushbu turdagi kontent sizning auditoriyangiz bilan muloqot o'rnatish va ularni brend hamjamiyatining faol qismiga aylantirish imkonini beradi. Siz endi shunchaki mahsulotni ko'rsatmayapsiz, balki jamiyat qurmoqdasiz. Masalan, Weiss Line kiyim brendi vaqti bilan o'z tomoshabinlarini tanlovlar bilan istadi. Ulardan biri La Mode bilan hamkorlikda Telegram kanalida o'tkazildi. Mexanika juda oddiy edi. Ishtirokchilar brendning istalgan mahsulotidan libos yaratishlari va izohlarda xarid qilish savatchasining skrinshotini baham ko'rishlari kerak edi. Bir qarashda hech qanday maxsus narsa yo'q, shunday emasmi? Raqobat va raqobat. Ammo bu format bir necha darajalarda ishladi. U auditoriyani jalb qilishni, mahsulot assortimentiga qiziqishni va mahsulot kartalarini bosishni oshirdi. Odamlar tanlovda shunchaki ishtirok etmadilar. Ular chiziqni o'rganishdi, tanlashdi va ularni aravalariga saqlashdi. Aytgancha, Telegram musobaqalar uchun juda mos keladi. Buning uchun juda qulay vositalar mavjud. Shunday qilib, tomoshabinlar isinib, mashg'ul bo'lgach, ularni xaridga olib borish vaqti keldi. Odamlar biror narsani sotishni yoqtirmaydilar, lekin ular allaqachon hissiy aloqada bo'lgan narsani sotib olishga tayyor. Ammo bu yerda ham tajovuzkor qo'ng'iroqlar bilan chegaradan chiqmaslik kerak. Ekskluzivlik tuyg'usini yaratish va afzalliklarni ko'rsatish yaxshiroqdir. Masalan, tanlovdan so'ng darhol savatchadagi mahsulotga promokod taklif qilish, faqat o'z mijozlaringiz uchun cheklangan sotuvni boshlash yoki yangi kolleksiyaga erta kirishni e'lon qilish mumkin. Yana bir jihat, xaridgacha bo'lgan yo'lni qisqartirish muhim. Agar mijoz saytga o'tib, mahsulotni qo'lda izlab, shaxsiy kabinetda ro'yxatdan o'tishi kerak bo'lsa, qiziqish ancha pasayib ketishi mumkin. Agar siz uni bozorga olib borsangiz, siz aloqa ma'lumotlarini va marjani yo'qotasiz. Xarid to'g'ridan-to'g'ri Telegramda amalga oshirilsa, bu ancha samarali bo'ladi. Mijoz messenjerni tark etishi shart emas. Ular katalogni ochadilar, mahsulotni tanlaydilar, darhol to'laydilar va qulay yetkazib berish usulini tanlashadi. Bu borada yaxshi misol Tashir kiyim brendi. U vaqti bilan blogerlar bilan hamkorlik qiladi va cheklangan droplarni ishga tushiradi. Bularning barchasi Telegramda e'lon qilinadi va to'g'ridan-to'g'ri sotiladi. Birinchi 100 xaridorga sovg'alar yoki dropning dastlabki 50 donasiga arzon narx kabi maxsus takliflar esa auditoriyaning qiziqishini yanada oshiradi.
Ammo busiz ham ularning songa tushishi postda 12 dan ortiq ko'rish topiladi va 12 daqiqada sotildi. Bunday yondashuv shoshilinchlik hissi yaratadi. Odamlar nafaqat sotib olishni xohlashadi, balki vaqt yo'qligidan qo'rqishadi. Agar foydalanuvchi birinchi marta xarid qilmasa, lekin qiziqish bildirsa ham, ularni elektron pochta orqali xona ichiga qaytarish mumkin. Agar sizda Telegramda vitrina yoki do'kon bo'lsa, mijoz katalogni ochganini, mahsulotni sevimlilarga yoki savatga qo'shganini ko'rishingiz mumkin. Bu esa o'zingizni eslatib qo'yish uchun barcha asoslaringiz borligini anglatadi. Telegramdagi xabarlar orqali buni nozik va tabiiy tarzda amalga oshirishingiz mumkin. Masalan, katalogni ochganlarning barchasiga yangi kolleksiya haqida xabar berishingiz mumkin. Buyurtmani rasmiylashtirishni tugatmaganlarga esa mana bunday eslatma yuborish mumkin. Cheklangan amal qilish muddati bilan promokodni ham taklif qilishingiz mumkin. Axborot byulletenlarini yuborish va Telegram kanalini yuritish orqali siz o'z brendingizni foydalanuvchining kundalik tasmasiga integratsiya qilasiz. Bu yerda diqqatni jalb qilish osonroq. Siz mijozlaringiz bilan shaxsiy xabarlar orqali bevosita muloqot qilasiz va agar siz triggerlardan foydalansangiz, har bir axborot byulleteni dolzarb bo'lib qoladi. Xabarnomalar va voronkalar bilan bir qatorda Telegramda trafik jalb qilish uchun boshqa vositalar ham mavjud. Birinchisi, bu tematik kanallarda post joylashtirish. Bu degani siz go'zallik va kiyim-kechakdan tortib, juda tor sohalardagi hamjamiyatlargacha bo'lgan o'xshash bloglarda post joylashtirasiz. Odatda bu tanlovlar, tavsiyalar yoki mini sharhlar bo'ladi. Ular to'g'ridan-to'g'ri reklama sifatida emas, balki haqiqatan ham o'qiladigan va ishonchli kontent sifatida ishlaydi. Bu ko'proq shaxsiy tavsiyaga o'xshaydi. Shuningdek, Telegramda rasmiy Telegram Ads reklama xizmati ham bor. Bu sizga e'lonlaringizni aniq auditoriyaga ko'rsatish imkonini beradi. Targeting sozlamalarida qiziqishlar, geografiya, til va kanallarga, hatto raqiblaringiz kanallariga obuna bo'lganlarni ham tanlash mumkin. Bu usul o'z kanaliga va mahsulotlar vitrinasiga odamlarni jalb qilish uchun juda mos keladi. Yana bir target qilish usuli Telegramdan tashqarida reklama berish. Siz Yandex Direct yoki Ifta reklama berib, to'g'ridan-to'g'ri Telegramga olib kelishingiz, keyin esa auditoriyani qiziqtirib, jalb qilib, xaridga yetaklashingiz mumkin. Barcha shu vositalar bilan Telegram to'liq savdo yoki targeting platformasiga aylanadi. Bu yerda siz e'tiborni to'g'ridan-to'g'ri boshqarasiz. Xabarlar darhol yetib boradi, algoritmlar qamrovni cheklamaydi va katalogni ochgan yoki chatga yozgan har bir foydalanuvchi sizning mijozlar bazangizning bir qismiga aylanadi. Telegramdan to'liq foydalanish uchun Dillberries dagi mahsulotlar vitrinasini bir necha bosqichda ulashing yoki to'liq va yetkazib berish tizimiga ega do'kon yarating. Shunda marketplace'larga marjani bermaysiz. Bularning barchasini shop orqali qilishingiz mumkin. Hammasi bevosita Telegramda ishlaydi. Siz xaridor bilan aloqani yo'qotmaysiz. Men havolalarni tavsifda qoldiraman. Agar sizga ushbu video foydali bo'lgan bo'lsa, uni bosing va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang.